Bu ikki tishga o'tgandan keyin yana ozgina suyagi o'sadi akalar, yana ham vazn qo'shadi akalar. Chunki bu Qirg'izistonda qo'chqorlar akalar. Buni ko'chati zo'r, kelajagi zo'r akalar bu qo'zlarni. Badan zo'r, xudo xolasa bu qo'ylar arpani shu to'kib yeb turgan. Bir joyga yengil qaytang aka, oxir partiya. Duvoq qo'yishadi 42 dan. 4.200 mingdan yetkazib olib beramiz. Qo'zi ekan hali. Qo'zi ekan. Bo'yini ham birov o'lchab ketaychi. Juda tanasi katta ekan lekin. Hurmatli tomoshabinlar, bundan buyog'iga qurbonlik yaqin katta qo'chqorda akalar, badani semiz, sergo'sh bo'ladigan qo'chqor so'ragan akalarimizga mana akalar, juda ham yo'g'on akalar, juda ham go'shtdor. Xudo xolasa mana shu akalar video syomkamiz boshidan like bosib qo'yasiz. Mana bu qo'ygan narximiz akalar kilolariga ham to'g'ri kelaveradi, xudo xolasa akalar. Like bosib video syomkamizni oxirigacha ko'rasiz. Qo'chqorda akalar bugungi zo'rlari kelgan, yemini yeb turgan badani semizlarni. Assalomu alaykum hurmatli Chorva bozor YouTube kanali qadrli obunachilari va bizni muntazam kuzatib borayotgan birodarlar, aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'y ishqibozlari. Mana bugun xudo xolasa haftaning shanba kuni, xudo xolasa ertaga yakshanba akalar lakasa tashlab beriladi. Tepasiga kelib ham bir qator ko'rib oling. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Saroydamiz akalar. Saroy qishlog'ida xudo xolasa Turdal akamizni qo'ralariga akalar qo'chqorni zo'rlari kelibdi akalar bugunga xudo xolasa. Buni akalar tagi serob. Mana shu qo'ylardan yana bor akalar, hammasini badani semiz, go'shyog'i ham to'g'ri keladi akalar. Tepasiga kelib ko'rib olishlarini ham tavsiya qilamiz. Xudo xolasa keling yaxshiliklardan to'liq ma'lumotlarni beramiz aka. Assalomu alaykum. Alloh yaxshimi aka? Rahmat. Charchamayapsizmi? Assalomu alaykum obunachilar, yaxshimisizlar? Hammalaring kunlaring barakatli bo'lsin. Xudo xolasa yaxshi qo'ylar kelgan Alisher. Arzon narxga beramiz. O'tgan safar qarang, zo'r chiqarib berdingiz, obunachilarimiz olishdi aka. Zo'r narx qo'yapsiz, ketyapti qo'y. Xudo xolasa eldan arzon bo'ladi. Hurmatli tomoshabinlar, buni akalar mana qurbonlik yaqin akalar, qurbonlikgacha ozgina-ozginadan boqib turgan akalar, mana shu qo'chqorni sizga tavsiya qilaman. Chunki aka, to'g'risini aytamiz, mana bu qo'chqorlarning yoshi ham, badani ham hamma joy yetadi akalar. Ko'pchilik akalar o'sha qurbonlikka yaqin barra qo'zi so'rashadi. Barrani so'ysak bo'ladimi yoki barrani yoshi yetadimi? Kichkina 5-6 oylik nima bo'ladi so'ysa, akalar sizga tavsiyam akalar, mana bu qo'chqorlarni oling. Siz olib borganingizdan keyin faqat pilis ko'radi akalar. Bu chunki yem-yeb turgan qo'zi akalar. Xudo xolasa, buni aka soni nechta? Soni 40 bosh Alisher. 40 dona. Ha, 40 bosh. Badani juda semiz ekan, lekin badani zo'r. Xudo xolasa bu qo'ylar arpani shu to'kib yeb turgan. Tosh bo'yotgan qo'ylar. Ko'ringanidan kabi ham og'ir chiqarganda. Og'ir, vazmiga zo'r. Qo'ylar sifat ham, kilasi ham hamma yo'q to'g'ri kelaveradi. Endi aka qarang, endi bunday narsa. Bu mana bu yungi bilan qanaqa ko'rinyapti? Agar mabodo yungini oldirib bersa, deysiz, oldirib ham beraverasiz. Oldirib berilaveradi, unga ham yuraveramiz. Endi akalar buni yungini oldirib, endi ozgina bor ekan o'zasi. Sovuqligiga, sovuqligiga jicha shoshilmay turibmiz. 40 ta dedingizmi? Oldirib beramiz. 40 ta dedingizmi? 40 ta, ha. 40 bosh. Necha oylikka beramiz aka buni? 11-10 oylik. Oldilari tish yorishi kelib qolgan. Quloqlari ham bir xil ekan, lekin bitta cho'ponni qo'ylari, xudo xolasa. Bir cho'pon akalar, bir en. Xudo xolasa endi bu qo'chqorda akalar yem yemasa akalar shunaqa mana quyruq bo'lmaydi akalar, shunaqa badan bo'lmaydi, oyoq qo'llari, polvonligi, sog'lomligi zo'r aka. Sog'lik, salomatligi zo'r, bir hafta kafolatini beramiz. Telefon qilsa bo'ldi, Alisher ishlar bitadi. Xudo xolasa eldan arzon qilib beramiz. Bizga ham arzon kelgan, arzon qilib beramiz, xudo xolasa. Hop, bo'ybastlar qanaqa chiqyapti aka buni? Bo'ybastlari 85 plusi bor, bitta minusi ham bor. Shular mana shu shangchi? Ana shu chipta. O'sha. Ana shu yerda o'lchab ko'raveraylik. Mana aka badanni ham ko'raylikchi mana aka. Badani ham tosh bo'lib ketgan Alisher. Janvar badani lekin zo'r ekan lekin mana aka kelib ko'rib shunday kelib badanni ushlab oling aka. Qovurg'asi ham yo'qib ketdi lekin. Kelib kemderoq ko'tdi. Endi aka qani? Mana 83 shunaqa chiqyaptimi? 80 pilisda. Kelib ushlab ko'rib qo'yib ko'rishaveradi. Tavsiya qilamiz. 85 84 chiqyapti, bilaman. 85 lari ham bor ustida. Endi mana ularni sariq tog'da turgan. Mana bular 85 plus, mana ular. Endi xullas akalar 85 plus minusga chiqarib olasizmi yoki 80 dan 85 gacha desangiz ham bo'laveradi. Xullas akalar bo'yi muhim emas, asosan qo'chqorlarda akalar vazminligi, og'irligi yaxshi akalar. Alisher puliga arzon, xudo xolasa. Yerda qolmaydi pullari. Baraka topishadi, mana shu qo'yni olsa baraka topishadi, xudo xolasa. Hop aka, ertaga yakshanba, xudo xolasa tepasiga kelib ham ko'rishsin. Hali charchog'i ham chiqmabdi qo'chqorlar. Ha, charchog'i chiqib, Alisher. Bir joyga to'plam olyapti ular. Ha, hali charchog'i chiqib. O'zi kechqurun keldi Alisher, bular ja pardazandazi ham berilmagan.
jununi olib ber desa olib berilaveradi. Telefon qilsin, ish bitadi. Xudo xolasa. Endi akalar buni endi avvalo xudo, lekin buni men tepasiga kelib ko'ryapman. Taxminiy veslari akalar 70 kilo. 70 plyuslari bor. Bitta ikkita minusi bo'lsa ham, endi obunachilar hisobini chiqarib olishni 70-75 lari ham bor ichida, menimcha. Ha, qo'y o'zi aytib turibdi, 75 lari ham bor. Xotirjam ko'ngil to'q qilishaversin. Endi tepasiga kelishsin, bir qator ko'rishsin, avvalo xudo, lekin biz ham buni haligi akalar ko'pchilik aytishadi, bir aytib keting deyishadi. Akalar buni aytganimizdan keyin biz noto'g'ri aytayotgan bo'lsa, akalar haligi yomon bo'lib qolmasin. Shuning uchun akalar buni tepasiga kelib ko'ring, lekin hozir mana bu qo'yilgan narxda aka sizga to'g'ri kelaveradi. Xotirjam. Chunki narxini ham bozordan arzonroq qilib qo'yib beriladi. Hop, buni aka bitta qo'y. qancha deymiz narxini? Alisher bir joyga bo'lsa, obunachilar uchun 57 dan qo'yib beramiz, Alisher bir joyga. 5 million 5 million 700 dan qo'yib 700 beramiz. ming so'mdan. O'tamiz ozmoz-a? O'tamiz, Alisher. Xayri bor aka, qancha? O'zi obunachilar bilib turibdi, qo'ydi ko'rib, 5,5 mo'ljal qutishdi, o'zi 5,5 dan beraman bir joyga bo'lsa. Lekin tanlab olishga kelishamiz, sabab katta qo'ylar bor ichida. Endi 5,5 million siz mo'ljalingiz aka. Endi obunachilar aka bunday narsa, qancha arzon bersak shuncha yaxshi. Bitta olishsin, ikkita olishsin. Xullas nechta, misol uchun 10 ta oladigan odam bor aka. Ertaga aka tashlab berasiz, kelib ham ko'rishsin aka buni bir qator. Bo'l. Aka ozgina yo'l qo'yib bering aka yana. Alisher, Optimga bo'lsa. Alisher. Ha. Mana shu eldan arzon bo'ladi dedim-ku. Eldan arzon bo'ladi. 100 mingni o'tdim mana. Bir joyga bo'lsa 54 dan olishsin, baraka topsin. Qo'y arzon. 5 million 5 million 400 dan bir joyga 400 olishsin. ming Bitta-ikkitaga kelishamiz. akalar 5 million 400 ming so'mdan. Haydab olaman yarmiga, kalta tushuni tashlab haydab olaman desam ham shunaqa ketaveradi, Alisher. Xudo xolasa akalar, Oyog'idan tortsa, lekin plyusi bor. imkon qadar mana bu akalar arzonroq qo'yilsa shuncha yaxshi akalar. Buni ishqibozi bo'ladigan bo'lsa akalar 5 million 400 ming so'mdan. Bitta ikkita oladigan odam bo'ladigan bo'lsa akalar, xudo xolasa kelishiladi. Plyus minusi bor akalar. Yoqqan bo'lsa like bosib qo'yasizlar. Kelaverasiz akalar, like tashlab beriladi akalar. Qo'chqorlar haqiqatan badani Dastlabkamiz bor. yemini yeb turgan. Bundan keyingi katta suyagi buzuqlardan chiqadi akalar. Shularni ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rib, like bosib qo'yasizlar akalar. Xudo xolasa pul yengillari ham bor videoda. Pul yengillari ham bor. Bo'ldi aka. To'rt Keyingi partiya partiya qo'yamizni ko'ramiz akalar. Mana akalar, keyingi partiyalamizga akalar juda ham jasadi katta, suyagi, yeragidan akalar, qo'chqor so'ragan akalamizga mana akalar. Xudo xolasa buni bo'ylari ham baland ekan buni. Ha, bo'ylar 90, Alisher. 90 85 dan 85 ham bo'laveradi. 90, ha, oldilar 90. Endi akalar buni suyagi yiriroq ekan, lekin narigini badani semizroq bo'lsa, buni suyagi mo'lroq ekan akalar mana. Mana sarig'i juda odamga yaqin ekan lekin. Mana bu ekishga o'tmaganmi bu? Mana shu ekishga o'tgan, yo'q. Mana shuni ushlab ko'rchi, mana shu o'tganmi ekishga? Ekish yorgani boribdi. Qo'zi ekan hali. Qo'zi ekan. Bo'yini ham birov o'lchab ketaychi. Juda tanasi katta ekan lekin ha. Mana 90 akalar, 90 plyus chiqadi, lekin 90 ga olaverasiz, lekin tanasi juda katta ekan qo'chqor. Ha, katta qo'ylar, Alisher. Hop. Otga hisob. Nechta soni buni? 12 ta. 12 bosh. Mana shu qo'ylar ham, Alisher, hozir ushadiku 6,5 ta narx, Alisher, mana shu qo'ylardan. Lekin optimga bir joyga bo'lsa, arzon qilib beramiz. Qancha optimga bir joyga? 63 dan qilib beramiz bir joyga. 6 million 300 dan. 6 million 300 dan, ha. Qo'ylar lekin puliga arziydi. Zotga boqsa ham bo'laveradi, yemlab yuborsa ham bo'laveradi. Bunday qilamiz aka. Qurib olib kecha. Endi buni to'g'risi gap, buni to'ldirish kerak xolos aka. To'ldirish kerak. Buyog'iga to'ldirish kerak, boqish kerak. Suyagi mo'lidan katta ketadigan qidirgan akalamizga tavsiya qilamiz. Chunki bu ikki tishga o'tgandan keyin yana ozgina suyagi o'sadi akalar, yana ham vazn qo'shadi akalar. Chunki suyak g'ovaklashadi ikki tishga o'tgandan keyin akalar. Ya'ni suyagini qo'pollashib ketadi qo'ylar akalar. Bu qo'zilik holatda shunday bo'ladigan bo'lsa, yana ham qo'pollashib ketadi. Hop aka, buni 6 million 300 demasa, sizga kelishtiring. Bir joyga ketsin. Bir joyga ham Alisher. 10 ta dedingizmi o'zi? 12 ta. 12 ta. Bir joyga ketsin. Bir kishi olsin aka. Bir kishi olsin, maza qilsin Alisher. Maydalab o'tirmayman. 6 millionni olishaversin bir joyga. 6 million so'mdan. 6 million. Lekin qarang, dastlabki qilib berasiz mana shuni. Dastlabki qilib beraman. Ichida? Telefon qilsa dastlabkasi ichida. Bir joyga olsa Samarqandgacha. Samarqand bir joyga olsa, lekin bitta ikkitaga u tomonga kelishamiz. Lekin aka qarang. Endi bunday narsa. Aka, bir joyga bo'ladigan bo'lsa, kalta sindirsangiz ham aytganingiz ham sinmaydi aka. To'ppa to'g'ri. Ozmas xayrni qilib berasiz. Bo'ldi. Telefon qilsa ish bitadi, Alisher. Hurmatli tomoshabinlar, xohlasa telefon qilavering, kam xayri bor. Bitta ikkita oladigan obunachilarimiz bo'ladigan bo'lsa, tanlab olishga kelishiladi akalar. Ishqiboz bo'lsa aloqaga chiqarsiz. Dastlabkasi besplatni.
ertaga yakshanba tepasiga ham kelib ko'rib oling akalar. Keyingi partiyalarimiz endi faqat pul arzonlari chiqadi akalar. Hurmatli tomoshabinlar, mana akalar, oq bulutidan bor akalar 2 dona sariq. Bu Qirg'izistonda qo'chqorlar akalar. Buni ko'chati zo'r, kelajagi zo'r akalar bu qo'zlarni. Mana aka ko'ryapsiz, xudo xolasa burunlarga ahamiyat bering akalar. Burun oqqani, yo'talib o'tali bir nosog'lom yo'q aka. Hammasi akalar o'zi sog'lom o'ynab turibdi akalar. Menimcha bir kishi olib qo'yadi mana shu qo'zlarni ham, xudo xolasa bir kishiga tavsiya qilamiz. Narxini ham aka bitta taxmin qilib turing akalar. Mana oq ishqibozlariga akalar, mana oqi qora kallasidan ham bor, ikkita sarig'i ham bor akalar. Endi ko'proq ehsonlarga ham juda ko'pchilik obunachilarimiz ko'proq endi bu narsani Toshkentda kuzatamiz. Oq qo'chqorni qidirib yurib so'yishadi akalar. Oppog'i bo'lsa deyishadi. Mana aka, oling mana, olib tashlab qo'ysangiz, mana garbanoslarni ko'ring. Jonivorlar. Mana Qirg'iziston birkalar mana. Aka necha oylik qo'zlar mana shu qo'zlar? Bular 9-10 oylik qo'zilar. 9 oy, 10 oy atrofida. Sog'lomligi zo'r ekan o'zi. Sog'lomligi zo'r, albatta bitta obunachini qo'yib, terilgan, sifati ham zo'r. Sog'lik salomatlik hamma yo'q. Buni narxi yengilmi? Bu narxi yengil bo'ladi, yengil qilib beramiz. 5 tasini bir joyga ayting aka. Bir joyga 48 dan beraveramiz. 4 million 800 dan ketdi. Dastlabkasi ichida. Dastlabkani qilib berasiz. Dastlabkani qilib beramiz. Bunday qilamiz aka. Xo'p. Ikkita oqni, ikkita sariqni yoki bitta qorani o'zini yoki hammasi bir joyga bo'ladigan bo'lsa aka, optimga o'tib beramiz a? O'tib beramiz, alchi. Optimga o'tamiz akalar. Qancha? Turdal aka, bash, ozgina o'tib bering mashina. Bir joyga kelsin o'zi yengil bo'lsin. 4 million 700 dan olishaversin. 47 dan. Peshadi, ha. Mana aka. Zo'r qo'ylar, sifati ham zo'r, sog'lik salomatligi hamma yo'g'i zo'r. Olisda foyda qilishadi. 4 million 700 ming so'mdan akalar, yana xudo xolasa telefon qilsalaring dastavkasini qilib yetkazib beriladi akalar. Agar buni telefon qilishadigan bo'lsa aka, jup plus minusi bor aka. Plus minusi bor. O'zi oq ikkita jup, mana bu ikkita sariq jup mana. Quloqlarda birkasini ko'rib qo'ying akalar. Toza Qirg'izistondagi. Bular ham yeb turgan, endi uni qarih emas. Sog'lomlik yaxshi ekan, birinchi o'rinda o'ynab turibdi jonivorlar. Ha, bundan keyingi pul arzonlari aka. Bundan ham arzoni bor. Bo'ldi aka. Bo'lmasam keyingi partiyalar. Yiroqlashmay tursin, bundan ham arzonlari bor. Xudo xolasa ishqibozi bo'lsa aloqaga chiqing endi aka. 4 million 700 ming so'mdan pashta aka barra qo'zining narxida. Bundan keyingi juda ham arzon chiqadi qo'ydi. Birodarlar, bo'yi baland, 3 dona akalar, bo'yi baland, lekin qurbonlikkacha boqishga xudo xolasa badani tayyor bo'ladi. Ishtaha zo'rmi buni? Yeb ichisi zo'r, sog'lik salomatligiga bir hafta garantiya beramiz. Qancha chiqadi bo'ylari? 80 oshib chiqadi mana shular. 80 sm. 80 olishaversin. Atrofida deylik. Xo'p, aka buni qarang. Mana shu, mana birkasi Qirg'izistonlik turibdi buni. Mana. Barra qo'zim narxi deysiz. Bir joyga yengil qayting aka. Oxir partiya. Duoq qo'yishadi 42 dan. 4 million 200 mingdan yetkazib olib borib beramiz. Dastlabki ichida. Yashang. Mana akalar. 4 million 200 ming so'mdan. Endi aybi akalar ozgina bepardoz. Endi pardoz yo'q akalar. To'g'risini aytganda bepardoz deganimiz buni badani akalar o'rta badan. Ja unaqa ortiqcha semiz emas. 4 million 200 ming so'mdan akalar suyagi baquvvat qo'zini oling mana. Sizga tavsiyam, aloqaga chiqaverasizlar akalar. Hop, manzilimizni bir qator eslatib qo'yamiz. Namangan viloyati, To'raqo'rg'on tumani, Saroy qishlog'i, Shovon mahallasida akalar, So'ydi bo'yida. Kelaverasiz, lokasiya tashlab beriladi. Xudo xolasa, asfaltga, katta asfaltga yaqin. Hop, bugungi kun hammangizga xayrli bo'lsin, qilayotgan ishlaringizga, chorvangizga Alloh taolo barakasini bersin. Keyingi syomkalarimizni ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.